Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, bizning YouTube ijtimoiy tarmog'idan kuzatib keltirgan avtosalonni podpischiklari. Xo'sh, bugun Xudo xolasa 19-aprel 2026-yil kuni sizlarga aksiyaga boshlang'ich umuman 1 so'm pulsiz Gentra mashinamizni qo'yib beramiz. Videomizni like bosib turib, iloji boricha shundan pulsiz chiqadigan mashina kirib ekan yaqin do'stlarga jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi. Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'ladi deb umiddamiz. Sizlardan so'rab qolgan narsangiz birdan like-ni bosib, kommentariyada narx haqqındagi va mashina sosteniyasi haqqındagi fikrlaringizni yozib o'tsangizlar bo'ladi. Qaranglar, mashinani tanishtirib beramiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz polностью haydashga tayyor. 2022dan bir qo'l olib minilgan, o'zidan salondan yaqin biratimizni olib berganmiz va mashinamizni Malibu Premier sotgan vaqtimizda barter hisobida olib qoldik. Endi qilingan ishni aytib o'tamiz. Qaranglar, Malibu 2 pultlar qo'yilgan. O'zi egasini o'zi Malibu ishga bozilgandan qilingan ishlar davomida ko'rib o'tsangizlar bo'ladi. Orqasidan original optra stoplarni o'zlarimiz qo'ydirdik. Oq rangda 4 tane bolalar ham paket sosteniyada va kuzov qismi polностью hamma joyi shumka qilingan. Mashinani ochamiz. Salonlari akkuratniy holatda yana ko'rishingiz mumkin. Sideniya chexollari toza qo'yildi. Tenda gibrid variantdagi poliklar, rullari tikilgan, Pioneer nima deydi buni? Magnitofon monitor qo'yilgan va yana Malibu 2 bardan zo'rindan mexanika uchun chiqqan variantidan qo'yilgan. O'zining narxi ham xudo xolasa zo'r narxda, sizlarga yaqindan umiddaman. Style pozitsiyasi bo'ladi. Yana pоворотниклaridan bilib olsangizlar bo'ladi. CX yozuvlari bilan yana hech yerda udari yo'q. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Obunachilarimiz uchun bu mashinamizni boshlang'ich to'lovsiz hamma xarajatini o'zimiz qoplab bergan holda qo'yib beramiz. Oylik to'lovlar esa 5 yil muddati 4 million 200 ming so'mdan chiqadi. Boshlang'ich to'lovsiz asoslar agar sizlar qo'llaringizda 10 million, 15 million, 20 million atrofida pul bo'ladigan bo'lsa, necha so'm to'lashingizga qarab oylik to'lovlar ham arzonroq bo'lib chiqaveradi. Bu narsasini o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Endi yo'q, kredit atimman, men naqd pul olaman degan yurtdoshlarimiz uchun mashinamizning o'zini tan narxini 114 million so'm qo'yib beramiz. Ustida yana savdosini qilib olsangizlar bo'ladi, xudo xolasa. 2022-yil mexanik Gentra uchun menimcha zo'r narx. Fikrlaringizni kommentariyada yozib o'taverasizlar. Sizlardan har doimgidek so'rab qolgan narsamiz, videomizni like bosinglar, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar uchun manfaatli videolarni qo'yib borishda davom etamiz. Bundan buyon iloji boricha YouTube kanalimizni rivojlantirib, obzorlarni, mashinalarimizni to'liq qo'yib boramiz. Mashina bo'yicha assortiment ko'p va mashina olib sotish niyatida yurganlarni avtosel salonimizda taklif etib qolamiz. Birga ishlashaman degan olib sotar biratlarimiz bo'lsam, bemalol kelsangizlar, shu yerdan mashinalarni qo'yib chiroyli qilib reklamasini qilib beramiz, savdolaringiz qilsangizlar bo'ladi. Manzilimiz bizlar Urganch Gurlan yo'lida turibmiz. Bu yon tarafimiz Gurlan Yangi bozor tarafdan kelaverishda Sputnik svetofordan o'tganlaringizdan keyin chap qo'llaringizda joylashgan avtosel salonimiz. Bu yon tarafimiz Urganch shahridan kelsangizlar, ruhiy kasalliklar shifoxonasining svetoforida joylashgan shu yerda. Yana shundan o'tasizda avtosel salonimizga kelsangizlar bo'ladi. Mashina bo'yicha assortimentimiz ko'p. Keyin kommentariyada keyingi obzorlarimizda qaysi mashinani qo'yib berishimizni so'raydigan bo'lsangizlar yozib o'taringlar. Qaysi mashinamizning narxi, ma'lumotlari sizlar uchun qiziq. Mana. Sog' salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Albatta bizlarni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz.